Xitoyning Sharqiy Turkistondagi chekidan oshgan bostirishlari davom qilmoqda. 15 noyabr Angliya pul muomala vaqt gazetining chorshanba kunlik sonida Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan qattiq kontrol tadbirlari Uyg'urlarning normal turmushiga to'salg'i bo'layotganligini bildirgan. Xabarda Amerika Washington Universiteti insonshunoslik tadqiqotchisi Darren Beylerning Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan chekidan oshgan kontrolligi Sharqiy Turkistonni usti ochiq turmaga aylantirib qo'ydi degan so'zlari naql qilingan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qattiq boshqarish tadbirlari do'kondorlarning tijoratini kasoblashtirgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan har xil shakldagi cheklamalar sababidan do'kondor va savdogarga qo'yilgan amonlik tadbirining qattiq bo'lib ketganligidan xaridorlarning ozayib savdosining chekinib ketganligi, har bir do'kon maxsus bexatarlik tekshirish mashinasi va yollanma amonlik soqchisi ishlatishga majburlanayotganligi oshkorlandi. Trump Shimoliy Koreya masalasida Xitoy bilan o'xshash nuqtada uchrashdik degan. Trump Osiyodagi bir qancha davlatlarga qaratgan ziyoratini oxirlashtirib qaytgandan keyin Oqsaroyda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Shimoliy Koreyani yadro qurolidan xoliylashtirishimiz lozim. Ziyoratimning tub maqsadlarining biri dunyoni Shimoliy Koreyaning yomonligiga qarshi birlashtirish edi degan. Trump yana Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan bu jihatda o'xshash qarashga ega bo'lganliklarini va buningdan xushallik his qilganligini bildirgan. Türkiye Amerikaga ultimatum topshirdi. Tashqi ishlar ministrligi Reza Sarrab to'g'risida Amerika doiralari bilan aloqa o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligi to'g'risidagi bir savolga yozma javob qaytarib, axborot vositalarida o'rin olgan Reza Sarrab to'g'risidagi xabarlarga asosan Washingtonda turishliq elchixonamiz Amerika Qo'shma Shtatlari doiralaridan rasmiy ma'lumot talab qilgan bo'lib, hozirgacha javobga erishamadi. Bu masala taqib qilinmoqda deganlarni qayd qildi.